Mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, Amerikani 99% aholisi nemofobiya kasalligiga chalingan. Nemofobiya nima bu? Mana shu telefon, planshet, device'larga bog'liqlik. Aynan shu nemofobiya oqibatida kelib chiqadigan boshqa bir kasalliklar bor. Toqatsizlik, betoqatlik, dangasalik bor. Xotirani susayishi bor. Va nevroz kasalligi. Mana shu 4 ta kasallik bir guldasta bo'lib, bizni kitob o'qishdan uzoqlashtiradigan asosiy jihat ekan. Endi millat kitob o'qimasa, ilm olmasa, ertaga u kim bo'ladi? Kim bo'ladi ayting? Yana gastarbayter bo'ladimi? Kim bo'ladi? Ya'ni qora ishchi o'laroq, ya'ni jahon ayvoniga chiqib, ya'ni dunyoning qaysidir nuqtasida borib ishlaydi. Nima bo'ladi keyin degan savol tug'iladi.